hurmatli mo'min musulmonlar. Roza bunday bir narsani tushunib olinglar-da. Roza degani och qolish degani emas. Bizda shunday noto'g'ri tushuncha bor. Roza degani och qolish emas. Galadovka emas bu. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Bizda roza desa bitta narsani tushunasizlar. Roza desa shu yerda men og'zingni yopding, ovqatdan, g'iybatdan emas, tuhmatdan emas, javrashdan emas. Hamma yo'g'ini qilaverasan-da, ovqat yemasang bo'ldi. Yana kechqurun bir narsalar yeysan bo'ldi. Unday emas. Roza unday emas, birodarlar. Mana u noto'g'ri tushuncha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar, kim roza tutsa-yu, bekarchi gaplarni gapiraversa, g'iybatlarni qilaversa, odamlarni ayb bilan shug'ullanaversa, hamma narsalarni qilaversa, fala hajata lillahi an yada'a ta'amahu va sharabahu, o'zini o'zi ochga qo'yganidan Allohga bunga foyda yo'q dedi. Umuman foydasi yo'q dedi.